Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugun sizlar bilan va'da qilingandek SEOda kassa ishini o'rganamiz. Buning uchun birinchi o'rinda SEOga kelganinglardan keyin kassadagi pullarni tekshirib qo'yishinglar kerak. Buning uchun bizga Inge tugmasini bosasizlar, shu yordam beradi. Pullar ko'rinadi. Bu joyda mana kiritishinglar kerak. Batga любой raqamni kiritsanglar bo'ladi. O'zi magazinlarning o'zini doimiy kiritadigan raqami bo'ladi. Bu yerda bosasizlar. Hisoblashni boshlaysizlar. Nechta 50 mingtalik bor, nechta 10 mingtalik, nechta 5 mingtalik bor. Hammasini bu joyga yozib chiqishinglar kerak. Mana qancha pul borligini hisoblaysizlar. Bitta 50 ming wonlik, 10 ming wonlik, 5 ming, 1000 wonlik. Bu joyga hammasini kiritasizlar. Misol bizda hozir bitta 50 ming wonlik bor ekan. Hozir buni kiritamiz. Bitta yozasizlarda Hombok blok tugmasini bosasizlar. Keyingi hammasini 10 ming wonliklarni ham, 50 ming wonliklarni ham, hammasini 5 ming wonliklarni ham shunaqa kiritib chiqasizlar. Bizda hozir 10 ming wonlik 9 ta chiqdi. 9 ni bosamiz. Buni bosamiz. Keyingisiga o'tamiz. 5 ming wonlik. Sakkiz ekan demak bizda. Bunga ham demak 8 kiritamiz. Keyingisiga o'tamiz. Hisoblab bo'ldik. Yaqinlashtirib qarasak, Kvapujok degani 10 ming won kassadan kam chiqdi. Shu joyda ehtiyot bo'lasizlar, chunki 10 ming won sizlarni bo'yninglarga tushib qolishi mumkin. Shuni aniq hisoblaysizlar. Kassani yopamiz. Tumrokni bosamiz. Bular hammasini belgilab chiqamiz. Hakinni bosamiz. Va bizga mana yon so'chini chiqarib beradi. Soat nechida? Demak, qancha kam chiqqaniga ko'ra, mana qarasanglar, 10 ming won kam chiqqan kassadan. Yetishmagan pulni qizilga olib belgilab, bitta pulni tagiga buni solib qo'ysak, bizdan keyin kelgan odamga ko'rsatamiz, ya'ni vaqti bilan bizdan oldin shunaqa 10 ming won kam chiqqan kassadan deb. Kassada hisob-kitob qilayotganlaringda klient kelib qoladigan bo'lsa, ichonni bosasizlar, takka qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Yana qaytib batga yopib qo'yasizlar-da. Yana qaytib kirmoqchi bo'lsanglar, yana xuddi shu joyda bossanglar, misol uchun mana bosib ko'ramiz. Oldingi hisob-kitobingga qaytasanmi deydi, deb bossanglar, eski hisob-kitob bo'yicha sizlarda turadi. Karta va naqd pul orqali kelja qilishman Instagram sahifamizda ham tushuntirib o'tgandim. Bu yerda ham batafsilroq ko'rsatib o'taman. Buning uchun klient olib kelgan mahsulotni skaner qilamiz. Mahsulot soni va narxi ekranda chiqadi. Narxini klientga aytamiz. Agar karta orqali to'lov qabul qilayotgan bo'lsak, demak bu yerda Shinyon Ilshibul tugmasi bor. Buni bosishinglar kerak bo'ladi va mijoz kartani kiritadi, kelja bo'ladi. Naqd pul orqali to'lov qabul qilishni o'rganamiz. Chekov qilasiz. Mana narxi chiqadi. Ekranda narxi va sonini ko'rsangiz bo'ladi. Agar sizga mijoz shu holatda ma'lum bersa, ya'ni 10 ming won bersa, past hapkeni pastida mijozni olgan pulingizni kiritsangiz bo'ladi. 10 ming won oldingiz, misol uchun kiritdingiz. Naqd pulda to'lov qabul qilishingiz uchun Hyongam Ilshibul tugmasini bosasiz. Ya'ni bunisi karta orqali to'lov, bunisi Hyongam, ya'ni naqd pul orqali to'lov. Bizga hozir bunisi kerak, buni bosasiz va kassa ochiladi. Mana sizga o'zi ko'rsatib qo'ydi. 10 ming won Hyongam pul oldingiz mijozdan, 1700 mahsulotning narxi, siz 8300 won mijozga qaytarib berishingiz kerak. Keyingisi bizda tampelarni, ya'ni sigaretlarni qancha qolganini ham, kam yetishmayotgan yoki ko'pligini ham hisob-kitob qilishinglar kerak bo'ladi. Bittalab hisob-kitob qilib sanab chiqamanmi deganlarga yo'q, o'zini shunaqa sanaydigani bo'ladi. Telefonga o'xshab ishlatsanglar bo'ladi. Bunda ham tovar terishdan oldin hisob-kitob qilish uchun ishlatiladi, ham sigaretlarni hisob-kitobini qilsanglar bo'ladi. Sigaretni hisob-kitob qilish uchun birinchi o'rinda Chegoga kirasizlar. Uchinchisiga kirasizlarda o'qib chiqarasizlarda. Syomka qilayotganim uchun telefon bor. Ham bitta qo'limda bu joyi o'zida turib qilsanglar bo'ladi. Tampelarni hisob-kitobini, lekin men hozirlarga bu yoqqa olib ko'rsatyapman bittasini. Skaner qilinadigan joyi bo'ladi. Pakkodda shu yerga skaner qilasizlar. Buni bosib
skaner bo'ldi. Demak, biz omborda aynan shu mahsulotdan, ya'ni shu tampedan 23 dona borligini ko'rsatyapti. Aynan mana shu joygacha yaxshi tushungan bo'lsangiz, endi keyingi qismga o'tamiz. Mahsulotni savatchaga qo'shish, mahsulot sonini ko'paytirish va bekor qilish. Shichak. Mijoz siz yoningizga mahsulotni olib keldi. Uni e'tibor qildingiz. Keyin katta yana nimadir qo'shtirmoqchi. Siz buni hozir endi savatchaga qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Savatchaga qanday qo'shaman desangiz, bu joyga qarasangiz tegi degan savatcha bor. Mana shu tegini bitta bosangiz yo'qoladi. Bu mana bu joyda turibdi. Yana qaytib kelganda bitta bosib turib, keyingi kyoljani yana davom ettirsangiz bo'ladi. Yorabun, yana shu magazinlarda sizga juda ham kerak bo'lgan yana bir narsani o'rgataman. Aytaylik, mijoz bu narsani siz yoningizga olib keldi. Endi buni sotib olmoqchi emas, o'rniga boshqasini olmoqchi yoki umuman sotib olmoqchi emas, yoki siz xato urib qo'ydingiz. Shunaqa holatlarda buni qanday qilib chiso, ya'ni bekor qilaman desangiz, ustiga bitta bossangiz, tunroq chiso chiqadi. Buni bossangiz, o'z-o'zi chiso bo'lib ketadi. Agar mabodo mijoz sizga bir xil mahsulotdan 5 ta, 6 ta yoki 3 ta, 4 ta olib keladigan bo'lsa, bu joyga qarasangiz suryon pyonkyong bor. Chetga misol 5 ta olib keldi deylik, shu turishida 5 ta bitta bosasiz, mana o'zgardi. Suryon pyonkyongni bosishingiz bilan mana suryonga 5 ta bo'lib qoldi. Endi bemalol karta bo'lsa, karta orqali, xiyongim bo'lsa, xiyongim orqali to'lovni olib qolishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bu ikkita mahsulotni kiyolja qildik. Endi buni chiso qilamiz, ya'ni xivambul qilib pulini qaytarib beramiz. Buning uchun ekranga qaraganimizda yon sochung chulyoq bor. Mana shuni bitta bosamiz. Bu yerda soatda kunigacha chiqib turadi. Tepadan qidirsangiz ham bo'ladi. Biz hozirgi mahsulotimiz 20-13 ta kyoja qilganmiz. Ustiga bitta bosamiz. Va pastga qaraganimizda xivambul tugmasi bor. Xivambulni bosganingizdan keyin shinyon kadini xivambul qilyapsanmi deydi. Yeni bosasiz. Xivambulni bosasiz. Shinyon kadini mijoz qo'yadi va xivambul bo'ladi. Bu yerda chek chiqadi. Qaraganingizda mana pulni qaytarib tashlab bergan minus qilib. Pul qayta kartaga tushdi. Endi buni yuqorida o'rgatganimdek tunroqchi hisob qilib o'chirsangiz bo'ladi. O'zimning tajribamdan o'tgan birinchi bo'lib yomon ham qiynalgan ishim sudagi bu tovar terish. Tovar terish. Hozir sizlarga buni ham o'rgatib o'tib ketaman. Eng asosiy ish. Ro'yxat bilan keladi. Meni qilgan xatoyim birinchi bo'lib kassaga buni urib olmasdan ishlatganim bo'lgan. O'zi aslida birinchi bo'lib buni kassaga urib olishingiz kerak ekan. Skaner qilasiz tepasini. Chiqdi. Ya'ni bunaqa qog'oz chiqadi. Mahsulot registratsiya bo'lganini chetdan bilsangiz bo'ladi. Endi keyingi ishimiz shunaqa apparat bilan ishlaymiz. Endi mahsulotlar rostdan to'g'ri kelganmi yo'qmi buni aniqlaymiz. Buning uchun bizga aynan mana shu narsa kerak bo'ladi. Mahsulotlarni komso qilamiz, ya'ni mahsulot to'g'ri kelganmi yo'qmi shuni tekshiramiz. Buning uchun komsoga kiramiz va buni skaner qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bizga bugun 94 ta mahsulot kirib keldi. Mahsulotlarni har bittasini skaner qilib chiqishimiz kerak. Bir xil mahsulotlar bo'lsa, agar uni bir marta skaner qilsangiz bo'ladi. Bu joydan ham skaner qilsa bo'ladi. Yaxshilab qarasanglar, Mikomsuda 23 ta tovar, Komsuda 71 ta tovar bo'ldi. Bu urilgan tovarlar, bu hali urilmagan tovarlar. Hozir urishni davom ettirib ko'rsataman. Har bittasini skaner qilib chiqamiz. Ikkita bir xil mahsulot bo'lsa, bunda pastda 3 ta ekan, shart emas, bittasini qilsanglar bo'ladi. Keyingisi 74 ta bo'ldi. Yetmiş beşte bu kamayapti, bu ko'payapti. Bundan ham ikkita kelgan. Bizda 11 ta hali komso qilinmagan mahsulot qoldi. 계속이야. 잠깐만요. 맞잖아.
아니네. 천 어, 원이. 헐 넘네 이거. 잠시만요. 네, 드셨습니다. 안녕히 계세요. 이거 여기 그냥 붙이면 될까요? 아, 이쪽에. 잠시만요. 이것만 붙여. 네, 이거만 붙이고 이쪽에 넣어주세요. 감사합니다. 네. Ularni urdik. Aralashtirib yubormanglar, urilganmi, urilmaganda. Magazinda odam ko'pligiga sizcha Papa bo'lyapmiz. tez ko'rsatilyapti. 4 dona tovar qoldi, mana ko'rishinglar mumkin. Ishlab qolibdi. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Ustun ko'rasiz. Buni sal skaner joyi buklanib qolgani uchun. Ha, tovar qoldi. Demak, bizda bitta tovar chiqmagan. Bitta tovar qolib ketdi mana bu degani. Bitta tovar kelmagan ro'yxatdagilarning ichidan. Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Bitta tovar kelmagan. Endi Micom suv listiga o'tsak, qaysi tovar demak bizga kelmagan ko'rinadi. Tekpa-ya? 고등어다 근데. Demak, ko'rishinglar mumkin, kelgan tovarlar soni 0 bo'lib qoldi. Demak, bizda hamma tovar kirib kelgan. Hali bitta tovar kirib kelmadi deb o'ylagandik, lekin kirib kelgan ekan. Mana topdim uni. Bu albatta o'zimiz xatoimiz bilan bo'ladi, mabodo noto'g'ri belgilasak. Endi nima qilamiz? Endi imshi listi bor, shuni bosamiz. Oxirgi bosqich imshi listini bosganimizdan keyin 94 ta mahsulot mana kirib kelgan hammasi. Buni qilamiz. Va bu shu do'konni egasini kompyuteriga borib tushadi. Mahsulotlarni bugun kirib kelganini tekshirdingizmi yoki yo'qmi? Shu orqali bilib olishadi. Mahsulotlarni hammasini joylab bo'ldik va bizda ham ketadigan paytimiz bo'ldi. Yana qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada so'rashinglar mumkin. Albatta javob berishga harakat qilamiz.